Assalomu alaykum. Hurmatli ushbu videoni ko'rayotganlar. Hammaga xayrli kun va Tailand qirolligini Bangkok shahridan alangali salomlar. 2025-yil 17-may Bangkok markaziy gipermarket, ya'ni BC deydi, ko'ryapsizlar. Deyarli 35 ta o'sha kontor, ya'ni hisob-kitob qiladigan kassasiga ega bo'lgan katta supermarket va albatta bizga qiziq bo'lgan qishloq xo'jaligi rastalarini borib ko'rishni boshlaymiz. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda olmalar asosan podarishni qilib pakovka qilingan. Hammasini o'zini ustida paket, ya'ni salafandan o'rab qo'yishgan. Mangolar hozir rosa ham pishgan davri. Har qanaqasini ko'rishingiz mumkin. Bangoni ham turlari rosa ko'p ekan. Mana bu tarafda uzumlar. Uzumlar narxini ham qiziqib ko'ramiz. To'g'risi tailandchaga uncha tushunmayman. Aniq tushunmayman, uncha emas. Xo'p, narxlarga tushunaman. Bu 89 degani, xo'p, $2 oshiqroq narx. Ya'ni $2.5 atrofida uzumlar. Mana bu o'zimizda blueberry doim shu tema ko'p ko'tarilyapti bizda. Bu yerda ham blueberry yaxshigina qiymatlanadigan. Necha grammligi? Ikkitasi примерно taxminan 300 gram chiqadi. Narxiga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, bu hop 30 $1 hisoblaydigan bo'lsak, bu hop $6 ga yaqin bo'lgan 575, ya'ni 80 mingdan oshiqroq bizni pulga. Umuman olganda Tailandda iqlim sharoiti, ya'ni bizni til bilan aytganda yagdalar, ya'ni rezavor mevalar, qulpinay, mana bu blueberry, ya'ni golubka deymiz biz, golubka, maymunjon, qora qad deganlarni umuman yetishtirishga imkoniyati yo'q. Mana qulpinayni ko'rsangiz deyarli $10. Bu o'rtacha ichida 6, hop 12 ta yoki 13 ta qulpinay bor. $10 dan sotilyapti. Yana bitta yaxshi tarafi olmani qarang, juda ham ko'p pakovka qilishgan. Biz ham o'rganishimiz kerak, chunki bilasizmi, juda ko'p holatlarda xaridorlar, ya'ni biz ko'proq mevani emas, ustidagi upakovkasiga pul to'laymiz. Bu yoqda mana taraflar ham asosan olma mahsulotlari. Bu esa bizga ma'lum, lekin bizni kunlik ovqatlanish ratsionimizga unchalik ham kirmagan bu qo'ziqorinlar. Qo'ziqorin mana turli xil navlari, shampinyon deysizmi, boshqani hammasi bu yerda bor. Qo'ziqorin juda ham yaxshi vitaminlarga ega bo'lganligi uchun buni ham biz ham shu ovqatlanish ratsionimizga kirgizsak yomon bo'lmaydi. Mana bu siz bizga tanish bo'lgan, O'zbekiston bozorlarida ham bor bo'lgan sabzavotlar. Sabzini kilosi 50 sentdan oshiqroq, ya'ni 60 sent. Bu o'sha biz pulga ham hozirgi bizdagi narxlardan ko'ra ozroq qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin sifati ham anchayin yaxshi. Kartoshka $2. Kartoshka anchayin qimmat ekan bu yerda. $2 ga yaqin. Ya'ni 25 ming atrofida so'mda aytganimizda. Piyozlarning narxi ham, piyoz ham anchayin qadrlanadigan sabzavot sanalar ekan. Hozirgi paytda, ya'ni may oyida mana shu 1 kiloga yaqin, ya'ni 500 grammdan oshiqroq bo'lgan 25 ming atrofida sotilyapti. Sabzavotlarga boy bo'lgan mamlakat, juda ko'p ovqatlarida sabzavot ishlatishadi. O'shaning uchun rastalar ham sabzavotga to'la. Pomidorlarga bir qiziqib ko'ramiz. Pomidorlarni ko'ryapsizlar, turli xil assortimentlar bor, lekin sifat jihatdan biznikidan anchayin orqada, lekin narxi anchayin orqada bo'lgani bilan $5 ga yaqin, ya'ni 50 mingdan qimmat.
Hop. Lekin bitta narsa odamni xursand qiladi va bizdagi kamchiliklardan bittasi mana bu so'zni ko'ryapsizlarmi? Organik. Organik mahsulotni o'zi insonlar tanlashni boshlashgan. Bu yerda mana ko'p narsalar organik sabzavotlar deyiladi organik. Bu aytaymi qanaqa muhitda yetishtiriladi. Bularni bilsalaring akvaponika degan narsa bor, ya'ni faqat suvdan foydalanib o'stiriladi. Suvga hech qanday ximika solishmaydi. Shunday foydalanib o'stirishadi. O'shaning uchun bu organik deyiladi. Qarang, organik bo'lganda ham ustida, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining qishloq xo'jalik departamenti tomonidan o'sha ishlab chiqilgan sertifikat olgan ekan. Bu juda ham katta narsa. Ko'pchilik ola olmaydi. Mana bu organikka keladigan bo'lsak, mana bu o'zi xo'p Yevrosoyuzda va Amerikani sertifikatga ega bo'lgan ishlab chiqaruvchi ekan, qo'l qolish kerak. Mana ko'ryapsiz, ikkalasini ham sertifikati bor. Ya'ni sertifikatini logosi bor. Har qanday akkreditatsiya, ya'ni shunga mos bo'lgan muhitni ta'minlagan ishlab chiqaruvchi shu javob bergandan keyin logotiplardan foydalanish bo'yicha shartnoma tuziladi. Qachonki o'sha talablarga javob beradigan yetishtirish texnologiyasi bo'lsa, undan keyin hozir ko'rsatgan logotiplarimni qo'yib savdoga chiqarish mumkin. Sizlarga hozir biz eng og'riqli nuqtamizni ko'rsataman va shuni biz o'zimizda yo'lga qo'yishimiz kerak. O'zimiz yo'lga qo'ymasak bo'lmaydi. O'tgan yili tarvuzlar, qovunlar, asosan tarvuz pishgan vaqtda juda ham narxlar tushib ketdi. Nimaga bu yerda ham shunaqa narxlar tushib ketadi? Har xil mevalar pishgan, bu yil ham olma ham juda ham arzon bo'ldi. Mana bu narsa bizda yetishmaydi. Mana svejiy, chiroyli qilib, achchiq upakovka qilib yeydigan holatga keltirib qo'yishgan. Xohlagan paytingizda olib mana yeb ketaverasiz. Har xil mevalardan assortiment qilib qo'yishgan. Aynan pishiqchilik paytida, bizga o'sha avgust oylariga to'g'ri keladigan pishiqchilik paytida biz ham mana shunday ko'chalarda mevalarni barra, ya'ni svejiy holatda yeyishga yoki bo'lmasa mana bunday sok qilib sotishimiz kerak. Bu birinchi navbatda foydali. Junk drinklar bor, ya'ni sog'liq uchun zararli bo'lgan gazli ichimliklardan ko'ra 1000 marta mana bu foydali bo'lgan tabiiy soklar. Buni foydasi juda ham zo'r. Bu davlat ekzotik tropik mevalarga juda ham boy, ko'ryapsizlar. Maza qiladi odam ko'rib ham. Azizlar, dragon fruit deysizmi, mango deysizmi, mana qarang, juda ham chiroyli qilib pishiqchilik davrida mevalarni archib, chiroyli qilib odam yegisi keladigan holatga keltirib qo'yishgan. Mana bu mevani ko'pchilik balki eshitgandir, balki videolarda ko'rgandir. Bu duryani deyiladi. Hidi piyoz bilan chesnokda hidi keladi, lekin ta'm o'zgacha bo'lgan. Aynan mana shu davlatlarga xos bo'lgan o'simlik. Juda ham buni qo'l bilan yorib olish ham juda qiyin. Maxsus shu chopadigan qurol aslahalar bilan pichoqlar deymizmi, boltalarda ochilishadi. Mana ichidagi urug' qismi yeyiladi, lekin hidi juda ham sassiq. Tailandga kelsangiz juda ko'p mehmonxonaga joylashishingizdan oldin duryanini xona ichiga olib kirib yeyish mumkin emas degan shartli bir kelishuvga imzo qo'ydirishadi, chunki hidi juda ham yomon bo'lganligi uchun. Xo'p. Tailandda hozircha shu gaplar. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.